Yetdik, assalomu alaykum. Biz xullas kecha Xusan'da safarlarimiz tugab Seulga keldik. Video olmadim. Seulga kelib, uxlab, sirazi kechasi ertalab turib, 10 da magistraturaga suhbatim edi. Intervyu, imtihon, universitet bilan ertalab borib suhbatlardan o'tib, o'rtog'im bordi ertalab. O'shda ko'rishib, meni kutib turdi. Omad tilab, men kirib poddeshkada suhbatlar topshirib chiqib, o'shandan beri Myeongdongga olib keldik, aylanishga olib keldi. Bu yoqdan chiqib, bu aylanib yuribmiz. Vlog olish o'zi eski ham kelmagan ekan. Hozir keyin xayoliga kelib qolib, bu joylarni ko'rsatmasak bo'lmaydi deb sirazi mikrofonlarni ulab, oldi kameraga o'tkazib ko'rsating hamma joyni. Videoga olishga tushdik. Yo'l-yo'lakay sekin ko'rsatib boramiz. Bu Myeongdong Koreya, street food. Seulning eng gavjum joylaridan. Bu yoqda ko'proq xitoyliklar, Xitoy ko'chasi ham deyishadi, chunki mana bunaqa biznes qiladiganlar, bu yoqda ishlaydiganlar, mana bunaqa ko'chalarda narsa sotadiganlar ko'plari xitoyliklar. Halal kebab. Yaponlar ham juda ko'p. Bu kebablar ham, mana koreyslar ham kebabni o'rganishgan o'zi. Shu bu yoqda asosan chet elliklar, koreyslar ham bor, ko'p, lekin Yapon, Xitoy, boshqa Yevropa, ingliz davlatlaridan kelgan chet elliklar ham juda ham ko'p bu yoqda. Shunaqa, doim mana shunaqa gavjum turadi bet. Chunki bu yoqda shopping qilgani magazinlar o'ta ko'p, hamma brendlar bor. Nike, Adidas o'zini brendlari bor, brend haqiqiy magazinlari. Nike'ga hozir kirib chiqibmiz. Agar yana yonidan o'tadigan bo'lsa, esli shuto video uchun yana kirib videoga olib chiqamiz. Davay kartoshka olaylik, kartoshka yemoqchi edik. Biz ham bunaqa kartoshka olamiz hozir. Kartadan to'liq o'qsa bo'ladimi-ki? Bitta olib yeb ko'raylik. Yansa yo. Karta o'zi kerak, yansa. Qanday chuzi? Qadi ko'lcha andejo? Qadi ko'lcha. 네. O'tkazaymi? Bo'ldi. Buni o'tkazib yubordik. Issiqmi? Mana salfetka bor ekan, salfetka bilan ushlandi. Xullas, men bu cheese'mi, uni netta bilmayman. Mana Cheese'mi, kartoshkani ustidan shundoq quyib turib, shuni yog'ga solib qovurib berar ekan. Ha, onion bilan cheese bor ekan. Bam. Ha, qani? Ko'rsting. Inchi. Shu kartoshka friyni Sveji variant. Chipsiz, sveji variantda. Sinmayapti-yu bu. Qishloqli chips. Mazza Sizlar ham. Mana bu yoqda mana mevadan mana muallaq. Xullas hamma yo'q bor. Yeyman deganga mana bunaqa shrimplar ham mana qovurilgan. Kimbaplarning bittalari bor ekan. Shunaqa olasiz. Ko'chada yeb ketaverasiz. O'tirib yeyish kerak deb yozmay qo'yaveringlar endi. Bu yerda shunaqa endi. Bezan bilan o'tirib yeyish kerak endi. Dokument chataq, dokument. Dokument chataq. Yana mevalar. 8 ming, 7 ming. O'ta qimmat ekan. Artel deb o'ylaysizlarmi? Dollardan aytib keting-da. Dollardami? 8 mingiz 5 dollarda, 6 dollar. 6 dollarga umuman, men buni ham hozir 3,5 dollarga oldik-da. Bitta kartoshka. Bir dona kartoshkani shundoq qilib pishirilgan 3,5 dollar mana. Любая biznes harakat. Bu yerda uni konsert qolalar. Qariyalar jamiyatidan kelib konsert qo'yib berishyapti ekan. Bu yerda ham bor ekan. Bu mana jiyanlarga kiyimlar. Yansa ya.
Haqiqiy talant. Mana oddiy simdan короче nimani simi bo'lardi. Ichidan bundoq yaltiroq sim chiqardi-da, nimada bo'lardi, esimga kelmadi. Xullas, o'shunaqa simlardan mana yasalgan ekan. Aka lekin erinmasdan o'tirib san'atiga qoyil. Bu yoqda endi yasab o'tiribdi o'zi. Nu endi mana brat. Biza kameraga olish unaqa mumkin emas. Yehe. Aka yorib oribdi lekin Squid Game sevuvchilari uchun. Ko'rsalyapti. Tamam. Как раз mashmani razmerim ekan mana. Haqiqatda. Futbolka olaylik, oy bitta. 456. Men mahbus 786 deb o'tiramiz. Kiyib yurasizmi? Ha? Kiyib yurasizmi? Ha? Bu mana 8 oyoqlar qo'rilgani mana. O, mana sveji. Hidini. Bu sweet potato kukuma. Hidiga ham Ular mana yana Emotion berib mevalar. keting, Voy, undan yeb ketaylik, olib bitta. Baram. Oy, oyoqlarim. Karimjon yurg'izib. Oyog'im charchabdi. Bugun ertalab intervyu borligiga mashinaga chiqqanmiz. Klassitskiy bo'lib olib. Nature Public. Marojna qatdaydi. Shuncha ko'p o'tib ketdingmi? Ha? Mendan oldin ketiryapsiz-ku. Michael Jackson'da AliExpress variant. Qaddi keljaydin-a? Bo'lar ekanmi karta? Mana skip. Otanglar o'tadi. Ma oddiy. Kugimcha, Mana u qorasi nima ekan? Xunuk-ku bu. kugimcha plus mikahana rang. Mikahana jusa. Kugimcha. Bular ana. Lekin bunaqa quyib beradigan marojna men Koreyada birinchi marta ko'ryapman. O'zimiz shaharda ham yo'q, umuman ko'rmaganman. Faqat o'sha McDonald'sda bor. Bu ham kichkina muncha idishchaga quyib berardi. Hatto boshqachasini ko'rmadim. Quyib berishni ham rasvo qilishar ekan mana ozgina. Be. Samida. Men Shu ham qolmadi. ha, Qat oqini Qanday? aytsam bo'lar ekan. Samida. Prosta ta'mini bilish uchun nani qiluvdim. nima? Qorasini aytuvdim. Uncha yaxshi emas ekan. Nima ta'mi? Choy ta'mi kelyapti. Uragan lekin. Shrimp bilan chiqishbaqalarni maydasi. Biz bizga razvedkali joy kerak-da, Oybek. Xullas joy topib o'tirib olaylik, hozir telefon o'chadi. Jazaratga qo'yib, keyin videoni davom ettiramiz. Biza narsalarimiz chiqdi. Telefon zaryadga ulab oldim. Mana shunaqa narsa xullas. Nordongina ekan o'zi ham. Kerakli narsasi. O'zicha shuni tanladi, tagida
qo'ydi. Qo'yda anaqalari bor ekan tayinlaydi. Biz telefonlarni zaryad qilib chiqdik. Juda videoyizda Men ham, Bebola ham zaryadlar qilib, endi Itaewon degan joyga ketyapmiz. Yana sherigimiz bor, 3 mushketyorda 3-chisi Aramis Asvala kelyapti. U bilan Itaewonda ko'rishadigan bo'ldik. U yoqda anaqa kebablar bor, Turkiya kebab anaqalari, restoranlari. Kebab yeglari kelayotgan ekan bolani. O'shda ko'rishadigan bo'ldi endi. Nihoyat. Ben ijozat, vechiga 15 minutda boraman deb bu bolani ham 15 minut ko'payib ketadi. kameralar ajoyib. Sizga mikrofonni tutqazamiz. O'zingiz yaxshi xora. Mikrofon ham bormi? Ha, bor, vlog yomoni ketyapti bu yerda. Oling sumkangizni. Ol, men shuncha ko'tardim. Keldi, bobom meni yetib keldi, bobo siqdi mana meni. Yomon siqdi. Oldinga Sizga urib bir nima qilib qo'ydi. Hali ham kartangizda o'shancha pulmi? Ha? 6 million tushgan. Ha, bo'ldi. Hali beton ekan. Bo'ldi bugun, qarochi. Beton ekan hali. Boboni hisobidan banket bugun. Sog'lom. Va mana bizni zakazlarimiz chiqdi. Basingizlar, machada ayron, bizda Coca-Cola Zero. Turkiya, O'zbekiston kebablari. Qani, yoqimli ishtaha bizga. Bosdik. Bojam buzildi. Ana. Qo'yga ketyapmiz xullas. Tambamga. Tambam kafesi Itaewon Classic. Hammam deyishyapti, xullas bitta koreyskiy drama olingan kafe bor ekan, ashka deyishyapti. Bilmayman, biz ketaveramiz. Tekin bo'lsa bizga o'shin farqi yo'q. Mana ko'chalardamiz xullas. Koreyada hayot qizishni boshlayapti mana. Soatimiz ketibdi 20:23. Soat hali ham odam kam. 9-10 dan boshlab o'zi ko'chada odam ancha to'la bo'lishni boshlaydi. Shu bilan ertalabgacha 4-5 gacha bu tomonlar shunaqa gavjum joylar. Ha, bekmi nima? Bek ekan. Uydagilarga ikki og'iz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kelinglar. Kelinglar. Yana Aylanamiz. 7 kilometr. Katta fishing betorar ekanmiz. Tepaga chiqish kerak lekin. Ha, ketdik. как раз yugurgani chiqolmayotgandim 2 kundan beri. Oh. Videoda ketyapti. Pishdi jami. Uyatmaysizlar ha? Jami pishdi. Asl basharalaring ko'rinib qoladi-da videoda. Mana. Keldik, oxiri topib tuzukroq kafe. Bu yerda ham hali joy bormi, yo'qmi? Aniq emas. Prosta Hatto bemalol gaplasholmasak. bemalol gaplashalmaymiz. Oybekda vaqala qonun o'sha kulib bersa. Davlatlar nomlari yozilgan. Mana shu binoda qurganmiz. Noldan boshlab. Bu Finlandiya. Poytaxti nomi bilan birga yoziladi, shunaqa temir qo'yildi. Mana shuni qurganmiz o'rga. Молодец. Qattadir O'zbekiston ham bor edi. Yo'lni bu tomonida, yo'lni bu tomonida. Bu вообще tez bitdi. Qattaligi yo'q. Biz kelgan No mana. Shahar 15-20 metrda. 2 yilda, 1 yil ichida bitdi. Bunisi Ruminiya. Buni ichida anaqa bor. Avtomatik Italiya. parking bor. Mashinani olib kelib qo'yasiz, o'zi olib chiqib ketadi robot. Bilmayman nimaga qilingan bu. Prosta o'sha turistlarni qiziqtirish uchun shekilli. Golf Aniq bilmayman, no. Shunaqa Bowlingga boraylik. kilometrda shu yo'llarda Bowling qimmat. shunaqa narsalar qo'yib qo'yilgan. Mana bu kuchuydi. Hozir Maxim o'zi mashhur brend bu. Ani Kofe brendi. Shuni kafesi ham bor ekan. Bunimizdan chiqib qoldik. Kamerani xirib olib shekilli. akvaring zo'r ekan kirishdan boshlab. Ketdik. Yaxshi. Shu yoqqa kelyapmiz endi mana sekin kiraylikchi. Mana shaharda ko'rinish. Shunaqa tepada ekan. Yana bitta etaj tepasiga chiqdik. Kafeni 3-etaj deb yozilgan. Lekin bu o'zi undan balandmi deymanda. 10-etajda turibmiz ekanmida. Mana shu manzarani tomosha qilib, bu yoqda o'tiramiz. Qo'ying.
Xullas, bu yerlar ana. Ashta toza havoda, Choyga nadashdi. atmosferada. Qani? Bo'l. Chotki ko'rinyapti ekan. Bitta dard bor edi. Keling bir kebab yeriyman deb bo'lsa bahona qiladi. Kebab yerkan deb kelsangiz, bo'ldi o'zi. Kebabni 10 baravar qilib chiqarib oladi. Qanaqa intervyu yo qanaqadir ish. Sizlar bahona o'zim ishimni ham bitirib ketyapman. Ishingiz bahona. Xullas, metrodamiz, уже sekin uyga qaytishga harakat qilamiz. Joyimiz mana shu joyda qani qo'lingizga ta'sir qo'yamiz. Bye bye.